Bizniki veligini urib oldi. Qoyil qoldim. Menimcha Malibu'ni shu bola yutadi. Agar yetib borsa, 18 yoshida Malibu avtomobili Shomoliga qiynalyapmiz deydi. 10 tezlikda ketyapmiz. 5000 beraman. Hammaga assalomu alaykum, men Rais boylarim. Malibu konkursimizning ikkinchi qismi. Bu safar konteyner bo'lmaydi. Sizlarga yana O'zbekistonda takrorlanmagan, O'zbekistonda hali qilinmagan materialni tayyorlab qo'yganman. Ya'ni biz hozir O'zbekistonning yangi O'zbekistonni parkida turibmiz. A tochkadan B tochkagacha. B tochkamiz qayerda? Amirsoyning birinchi chiqishigacha o'sha yerga mana Malibuni yashirib qo'yganman. O'ng tarafimda 3 ta obunachim bor. Ular Instagramda aktiv bo'lgan, Telegramda meni tomosha qilgan. Keling, ular bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Sardor. Sardor. Yoshingiz nechida? 18. 18 da. Raisboyda ko'rasizmi? Ha, Qayerda aslanboy? Surxondaryo. Surxondaryodan. Qayerdan sizni biz topib oldik? Instagram, Telegram. Instagram. Maqsad nima bugun? Shu Malibuni Surxondaryoga olib ketish. Velosiped minasizmi o'zi? Ha, Qanchalar yaxshi minasiz? bilib turaman. Qo'rqmang Sardor, omadingiz yor bo'lsin. Yana ikkita saperningiz bor, ularga nima deysiz? Ularga omad tilayman. Gap yo'q. Ikkinchimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men Muhammad Yusuf. Aha. Qo'qondanman. Qo'qon. Yangi Qo'rg'ondan. Bizni Telegram orqali sizlar topdilar. Gap yo'q. Mana Muhammad Yusuf ham kelgan. Qo'qonlik akalar bo'lsa kommentariyada yozasizlar. Sizga ham omad. Mana Sizga ham omad tilayman. Hammaga omad tilayman. Xudo xolasa, hammamiz maqsadimiz bir, lekin hammaga omad tilayman. shu gap yo'q Muhammad. Gap yo'q. Dalsha. O'zingizni tanishtiring aka. Nodir 23 yoshda. Qayerdansiz? Lekin Surxondaryolik. Surxondaryodan. Ha, hozir. Toshkentda. Bizni Instagram, Telegram qayerdan ko'rsatasiz? Instagramdan. Mana Instagramlari aziz obunachilar, bir har bitta odamni tanishtirib chiqyapman. Maqsad nima? Maqsad yutish. Saperniklarga nima deysiz? Omad tilayman hammaga. Tayyormisiz? Albatta. Bodriymi? Albatta. Bosan. Sizlar qanaqa? Unda elinglarga o'tiringlar, hozirda o'zidayoq. Bugun kechga biz syomka qilamiz va uchala Raisboy obunachilariga biz omad deymiz va videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Biz ularga start beramiz. Shu yerdan boshlaysizlar. Amirsoyda Malibu turibdi. Malibuni yoniga borib, birinchi borib qo'lda tekkizgan insonniki Malibu. Tushuntira oldimmi? U Malibuni taniysizlar, logotiplari bilan. O'sha kirishda. Tayyormisizlar? 3 2 1 ketdik. Qachon yetib borishar ekan ular? Biz ham ketdik. Svetofordan chapga bor. Shunaqa qilyapman. To'g'riga degan belgi bo'lmasa bor. Besh O'zbekiston nazorat qilyapti-yu bu yerdan. Bo'lmasa qoraringni hamma qo'yib, bunda ham ko'pchilik tarafda bo'lgan deganlar. Shu buvini gapiga ishonib biladi. Bir kuni buvimni ko'rmasam bo'ldi. Bollarni ko'rdim, bollarni. Ketishyaptimi? Ha, ikkitasi oldinda, bittasi vaqti oldinga o'tib ketdi. Qaysi bir orqasidan yuraylik. O'sha birinchini ushlab ol, Zuha. birinchini ushlab olaymi? Da. Bitta o'rtadagi charchabdi. Yo'q, уже charchabdimi? Qaysi ekan u? Muhammadjonmi? Bilmayman. Qilib to'g'ri ketganda unga bormasin hozir. Unga borsa bilan nari yo'lda ko'rsam, hozir direkt hayda borman. Ha, mana kepkali, Surxondaryolik. Ha, Surxondaryolik kepka, hammasida kepka, yo'q qaysi? Surxondaryolik ancha oldiga o'tib ketdi lekin. Oshna, halo, do'mpalilar bor, shoshilma. Halo, yo'lda yomg'ir yog'adi. -2 gacha havo tushadi. Bugun kechga body massaj hali Zuha. Qo'shna, men esingdami Zuha velosiped minganimiz? Aytdim-da. Bala, ash paytda chotimiz bir hafta og'rigan-u. Zinadan chiqib tusholmay qolganman. Hali bularda o'shanaqa davrlar kutyapti. Ko'ryapsizlar, Malibu yutish uchun uchala bizni tomoshabinlar, ishtirokchilar yo'l yurishyapti. Yo'l yurishsa ham, mo'l yurishyapti. Keling, birinchi kameradagi inson bilan suhbatlashsak.
ketishini qara ularni. Ko'rib turibsanmi ketayotganini? Ya, uch kimni ko'raman o'rtoq. Men montajda ko'ryapti obunachilarim. Montajda ko'rishyapti-ku, как будто men ko'rayotgandek reaksiya bildiryapman hozir. Ha, sразу montaj qilib ketyapmiz. Voy, yomon sovqotyapti ekan, lekin bilinib turibdi, burnilari qizarib ketgani nima bo'ladi? Ha, ko'karadi ham hali. Salom, yetishyapsan oshna. Bunaqasi bo'lmagan-a, Zuha? Yo'q, o'shanga tiqilib olgim keldi-da. Shahzod, qalay ketishyapti? Ko'rdingizmi ularni? Yo orqamizdamisiz sizlar? Ya, mana Surxondaryoda yutdi. Birolim. Oshna, mashina bular endi yurishni boshladi-yu. Qanaqa Surxondaryo, qanaqa Amudaryo? Men Qo'qonlik bolaga tikdim, Muhammadjonga. Va Surxondaryolikka tikdi. Raislarim, like bosib, qo'llab-quvvatlanglar. Sizlar uchun Pashti 20 ta odam xizmatda, hamma balet qilyapti. Siz mana videoda hali oxirigacha ko'rmadingiz. Kim yutadi deb o'ylaysiz? Surxondaryolik, Qo'qonlik va 18 yoshli bola. Bu bola qayerdaligini esimda. Men Surxondaryolikka tikyapman. Bitta Redmi'dan o'ynaymiz. Davay. Ketdi. İkinchida 18 yoshli bola kelyapti. Uchinchida Muhammadjon kelyapti. Men bu bolaga qo'yib qo'ydim. Davay. Bosing, ikkidasiz. Shoshmasdan kelyapti. Menimcha bu bola долгосрочный investitsiya qilib qo'ygan. Muhammadjon, uchtasiz, bosing. Ili shoshmaysizmi? Shoshmasdan, ha, takoy. Hali uzoq masofa. Alloh xohlasa. Davay, bosing. Ro'zador ekanda bu Muhammadjon. Ro'zadorlar qiylanadi bugun lekin. Afg'on olyapti. Skorosti kattaytirib bir bossa bo'lmasmi ekan? Ishini qilyapti lekin. Muhammadjon, skorosti urib bosmaysizmi? Shamolliga to'xtadi bu. Ha, shamolliga qiynalyapmiz dedi. 10 km/soat tezlikda ketyapmiz biz, ey. Bizniki 20 stabil uchib ketyapti. 20. Sheriklari. Mayli. Qaychoq. Jendra. Muhammadjonni qarindoshlari. Birinchisi oldinda dedi, bos tezroq dedi. Nari bola realni oldinda-da. Necha kilometr tezlikda ketishyapsan? 22-23 kilometr tezlikda. 10 tezlikda ketyapmiz. Sekin, shoshmasdan. Sportsmen bolalar Malibu uchun. Bizniki veligini urib oldi. Qayerga urib oldi? Mashinaning orqasiga. Kimga orqasiga? Sengami? Yo'q. Kalla qo'ydi. Kim ko'rdi? To'xtab turgan mashinaning orqasiga kalla qo'ydi. Endi nima bo'ldi? Ketyapti, velig yuryapti. U egasichi? Ya, traydor. Dadaba bo'ldimi? To'xtab turgan mashina bilan bo'ldi. Qarang yo'lga. Qarang. Haydang, yaxshimisiz? Haydang, kepkani ko'taring bilan. 360 ta zo'r olingan bo'lsa kerak. Sizlar ko'rdinglar-a? Men hali ko'rmadim. Bir sekund yatkilicha bo'lib qoldi.
Bala, mo bola vashshe haydamayapti-da. Asad, senlarda nima gap? Aka bizaniki to'xtamayapti aka. Yo'q, bizda ham to'xtamayapti, faqat tez haydamayapti-da. Bizaniki 10 tezlikda ketadi. 10, bir o'xshab qolsa 15 bo'ladi. Bizniki 20-25 ketyapti. Sizlar nima adrenalin berganmisizlar u bolaga? Biznikini yo'l chekkasidagi mashinalar to'xtatmasa to'xtamayapti. Men bitta oldiga borib kelib, zerikib ketdim bu aka bilan. Ha, polvon, bosing. Qalay, charchashlar yo'qmi? Duxni ko'taring. Halo, 2 kilometr o'tib ketib qopti, Surxondaryolik bola. Siz 2-o'rindasiz. iPhone 7 Pro Max bor. Yaxshimi? Bosing. Joninglar. Baqirib qo'yishga necha? Au deydi. Ketdik, birinchi o'ringa boramiz. Bosing sportsmen. Birinchidasiz. Voy bular ketishdi. Bu bilarkanda. Bu bekarga bermayapmiz. 360 da bu bilarkanda, bu kontrollarni bunday chik bir nimalar qilib ketyapti. Velosiped haydagan bola ekanda, narigilar arava turtib yurganmi, bilmayman. Mana bizni birinchi ishtirokchimiz ham yoniga yetib keldik. Bu bola Surxondaryoliga juda zo'r ketyapti. Surxondaryoning Jaydari bolasi ekan. Birinchi o'rinda sirazi birga chiqib oldi. Velosipedni skorslarni ham o'zgartirishni bilar ekan. Mana to'xtamayapti. Молодец. Ro'zador yana. Inobatga olish kerak. Ko'rishinglarmi? Ro'za tutdimi rostdan? Yo'q. Ha, ro'za emas ekan, aldadim. Chanqamadingizmi? Yana 55 kilometr qoldi. Brat, yana 4 soatlik yo'l qoldi. Shahzod? Ha. Yana qancha qoldi dedi? 55 kilometr qoldi. Deyarli 5 kilometr masofa yurdik. Birinchi o'rinda Surxondaryolik akamiz yaxshi ketyapti. Sportsmen bola ekan, to'g'risi. Velosipedda mana ochkilarda ham itini taqib qo'ygan. Davay. Bosamiz. Zo'r. Endi bu o'zimizning Qozog'iston do'stona xalq qo'shni davlatdan sportsmenlar, ular ham trenovka qilyapti. Endi bir soat kutsa, ikkinchi bilan uchinchidagi o'rinda bolalar keladi. Hali mostga chiqmadi-da. Bittasi ko'rindi. Deyarli 20 minut vaqt o'tdi. 20 minut orqadasiz. 20 minut orqadasiz. Birinchi o'rinda. O'ta qattiq. Balog'at yoshiga yaqinda to'lgan 18 yoshli bola yo'l yuryapti. Agar yetib borsa, 18 yoshida Malibu avtomobili, Malibu 2 avtomobilini yutib oladi. Omad. 3-chi qavatda ekan, endi biladi. Mana bolalar ham poddeshya qilyapti qolganlarda. 3-chidagi ishtirokchimiz ro'zador ekan. Nima bo'lsa ham omadini bersin hamma. Amirsoyni pavorotida turibmiz. Oma lekin молодец. Birinchi o'rinda hali ham kelyapti, даже 2ga ham o'tmadi. Yengilmadi. Maqsad Malibu shekilli sportsmen bo'lib ketyapti. Молодец! Zo'r! To'xtagani yo'q, dalshi davom etyapti. Молодец. Hozir o'ngga buriladi. Ikkinchi o'rindagi ishtirokchimiz 11 kilometr, uchinchi o'rindagi 19 kilometr. Bu yerdan hali vashshe uzoqda. Bu bola soatiga 25 tezlikda ketyapti. Даже hozir ham 10 tezlik bo'lsa ham, endi u dompalilik uchun. Qoyil qoldim. Menimcha Malibu'ni shu bola yutadi.
Nimaga yurmaydi ekan? Bilmadik, to'xtatdi. Hozir sovrindan voz kechdi, 3-dagi obunachi. Ha, voz kechdi. Bo'pti. Qani, gaplashing Mirolim aka. Alo. Muhammadjon, nima bo'ldi? Nima xatyabi kelib bermaysizmi? Ukam nima o'zida hali ro'zasiga qattiqlik qilyapti. To'g'risini ham kelyapti. Bari yomg'ir ham boshlandi. Juda ancha bordi. Yo, ro'za ochmadimi? Ochmadi-da. Ay, biling, kelmas. endi. Ay, attangda aka, attang. Mayli aka, nasib qilsa ekan. Shunaqa. Xo'p, mayli, sog' Nega bo'ling. borishini shartmi qaytaveramiz? Yo, qaytaringlar. Xo'p, bab. Bay. Mana ko'rdinglar, aziz obunachilar. Men ularni ogohlantirganman. Sportivniy odamlarni olib kelinglar deb. Ro'zaligini tushunib yetaman. Bir kun ro'zani qoldirib turinglar, agar malol kelmasa ham deb ogohlantirdim. Что ro'zani qiynamanglar dedim-da. Hozir 3-obunachimiz chiqib ketgan, bilasizlar. Men 2-obunachimiz yoniga qaytyapman. Nimaga desanglar, men unga taklif bermoqchiman. Hozir to'xta deyman. Hozir men o'yindan chiqib ketasan, $500 beraman qo'lingga. Nima qilar ekan? U chidab, yo'q, men iPhone 17 Pro Max uchun tepagacha chiqaman dermikin yoki hozir charchagan holda bering aka $500 deb men ketaman dermi? Nima deb o'ylaysizlar? Ketdik. Qalaysiz? Qalay ketyapsiz? Yaxshimi? $500 beraman shu yerda to'xtasiz. 35 kilometr qoldi. Farqi yo'q. Sheriklaringizdan so'raysizmi? Yo dalishchidaysizmi? Atak finish iPhone 17 Pro Max. Oxirigacha. Xolisi sheriklaringizni telefon qilib beraman. Sherigini chiqaringlar, sheriga chiqsin. Sizmi? Nima deysiz? Xohish o'zidan? $700 beraman. iPhone'ga bosing unda. Ko'rdinglar? Shu yerda iPhone teng yarim pulini beraman dedim, unamadi. Yana bir 20 kilometr qoldi. Omadini bersin. Eng yengili shumi? Voy. Yetalab chiqib ketyapti ekan. Yetalab olibdi. Deyarli 7 soatdan beri velosiped haydab, oyog'i charchab, ayniqsa do'msalikda yetalab oldi. Charchadingizmi? Voy shu. Charchashdan ham battar. Bitta iPhone beraman shu yerda qaytsiz. Ya dachib olamiz. To'xtang. 3000 beraman. Boramiz dachib endi. 5000 beraman. Boramiz. Hali ham 15 kilometr bor. 60 ta ko'p yurib bo'ldi уже. Pulni charchab olmay oqlash kerak oxirigacha. 5000 ga qaytmaysiz. Dakansa chiqing unda. Mening. Xalturlarlik qilmang faqat. Voy. Charchagan. Ismingiz nima edi? Nodir. Nodirbek. 5000 ga unamadi. O'tib ketib qoldingiz polvon. O'tib ketdimmi? Ha, yuraring. Birinchi ishtirokchimiz birinchilardan bo'lib yetib keldi, surxondaryolik yigit. Kelyapti ana. O'zi ma'danlar bunday kirib ko'rsa bo'lardi. Bir qiynabdi-da o'zini. Ana! Ushe. Ana, sizniki shu bo'lsa. Ya üstüne kiygizinglar, üstüne kiygizinglar. Qalay bo'ldi ashshanga? 6 soat velosiped haydadi. 6 soat bo'ldim. Ha. Voy dahshat, lekin oyoqlar uzilib tushdi. Mana kalit. Mashtocho sizga nasib qildi. Yo'lda 3-ishtirokchi taslim beri oq flagni bunday qilib viloyatga qaytib ketdi.
Eshitmanglar kerak, men sog'lig'im kerak dedi, ketdi. Sizni nima motivatsiya berdi? Tog'asida, tog'asi Tog'a. motivatsiya, tog'a beradi. Qalay bo'ldi? 6 soat. Oyoq qalay? Endi uncha bilinmayapti. Yo'q, o'sha Oldiroq. bir o'tirib ko'ringlar. Mana shu mashina sizlarki. Olib qo'yaman. Sizlarga mana shu. Bu brat butun umr velosipedga o'tirmaydi endi. Ana. Ikkinchi ishtirokchimiz esa iPhone 17 Pro Max. Tez orada keladi. iPhone 17 Pro Max'ini ham topshiramiz. Mana yangi O'zbekiston bog'idan 60 km 6 soat deganda o'tdik, shamol urib, yomg'ir yog'ib, suvdi. Amallab yetib keldik. Toqqa chiqish qiyin ekan, shamolga qarshi yurishim qiyin bo'ldi. Oxirida ozgina pastga tushdik. Yurish ashina shu. Charchog'im yutun olgandan keyin bilinmay qoldi. Xo'sh, shu nima deymiz boshqa? Davomini videoda ko'ramiz. Ha, palvon. Kayfiyatlar qalay? Ming beray, qayting shu yerdan. Yo'q, boraman. Atak bu yog'iga ancha qiyin qoldi. Malibuda oldi egasi. $1000 beraman. Pashti iPhone pulini beryapman. Chiqasizmi dalish? Qaytmayman deyapti. Ha, bo'pti. Men shu yergacha keldingiz. Tabriklayman. Qo'lini olib qo'yaman shu bolani ham. Maladi. Gap yo'q. Ustiga nimadir beringlar. Bo'ldi, ustiga kurka-burka beringlar. Mashinaga yuklanglar. So, o mashinaga borib o'tiring. Siz nima deysiz? Like bosing, kanalga obuna bo'ling. Biz esa 3-Malibuni beramiz. 3-Malibu mart oyining 31-sanasi kuni. Hozir yomg'ir yog'yapti, deyarli 10 tadan oshiq komandam sizga xizmat qildi. O'ylaymanki, like bosadigan video bo'ldi. Malibu esa o'z egasini topdi. Bosamiz.